Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Maverdi rahmetullahi aleyh Edebuddin ve Dünya namlı kitabıda ziyadetul aklil mukteseb, yani erişilme yoki egallanma aql ziyada bo'lsa, yani oshq bo'lsa ya chekdan oshsa, buniki ulamolar bu haqda qanday qarashlardi bo'lgan, bu haqda to'xtalmoqchi. Shunday qilib Imom Maverdi rahmetullahi aleyh mundaq deydi: "Vaqtalafan nasu fil aqlil muktasab." Erişilme yoki egallanma aqlda kishilar endi bu aql chekidan eshib yoki bakrak yuksilib ketgan vaqtida bu aql to'g'riliq kishilar xilma-xil ko'z qarashlarida bo'ldi. Egallanma aql ortiq bo'lsa, bak yuksilib ketsa, bu fazilatmi, fazilat emasmi? Ortiqchilikmi, ortiqchilik emasmi? Bir qism kishilar debdiki, yo'q, bu fazilat emas, bu ortiqchilik emas dedi. Chunki bu fazilatlar degan asosan ki ikki xil naqis xislatlar yoki ikki xil naqis fazilatlar orasidagi o'tirhol holatni, shaklni biz fazilat deymiz. Ne demek? O'tirhollik bo'lgan vaqtda bir narsa, yani bu fazilat bo'ladi. Masalan, yaxshilikning o'zimi ikki razillik orasidagi o'tirhollikni biz bu yerda yaxshilik deb olgan o'xshash. Bu yerdagi o'tirhol normal holatdan eshib ketgan vaqtida bu fazilat doirasidan chetnab ketgan bo'ladi. Ayni vaqtdagi donishmandlar Iskandar podshoh shunday debdi: "Podshoh hazratlari, her qanday ishda siz normal o'tirhol yo'lni tuting. Chunki bu ish chekdan oshgan vaqtida ayibdir. Chekdan oshmay nishonga yoki maqsadga chekka yetmagan vaqtida bu ojizlikdir." deb shunday maslahat bergan maslahat. Bu aqsimi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan sunnatda, hadisda rivoyat qilingan, bayon qilingan bir so'z bor. Janob Rasululloh shunday dedi: "Ishlarning eng yaxshisi o'tirhol bo'lgan ish." Hatto Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu mo shunday dedi: "Ishlarning eng yaxshisi o'tirhol uslub. Eng yuqori tarafmi mishaga qaytib keladi." Bu o'tirhol holatga tuvandiki narsalarmi yo tuvandiki tuyg'ularmi yo tuvandiki holatlarmi mishaga yig'iladi. Demakchi bo'lgani, o'ttir bo'lsa, masalan bir narsaning o'qi o'ttirdi bo'lsa, yiroq ketganimi shu yerga qaytib keladi. Ava past qilib qolganimi shu yerga yetishib o'lishida. Demak, bu o'ttirhol bo'lsa, to'chkini iching tutib mang'alaydi demakchi-da. Bu vaqtda shoir shunday degan: "La tazhabanna fil umuri faratan, la tas'alanna in sa'alta shatatan, va kun minan nasi jami'an wasatan." Bir ishlarni bak chekidan oshirib, bak chekidan oshirib etma, haddidan oshirib. Bir kimdan savol so'rgan vaqtingda bak naytdi butunlarni qo'zg'ab qo'ydigan va yoki bir g'alati holatlarni so'rama degan bo'ldi. Va yoki bo'lmasa xalqdan bir narsa so'rgan vaqtingda, tiligan vaqtingda uni o'zingni bak xor qilib, naytdi xorlangan holatda, o'zingni bak naytdi pas, tuvan tutgan holatda bunday so'rama deb buni maqsad qilgan bo'lish. Umuman kishilar orasida o'tirhol bo'lgan deydi. Demak, o'zingni bakmi tashlab etma, bakmi ustun qilib olma degan o'xshash. Va yoki qo'lingni bakmi ichib etma yoki bakmi yig'ib etma degan o'xshash. Bunday misollar ko'p. Shuning uchun bu aqlning erishilma aqlning ziyoda o'shiq bo'lgani bu bir naqslik, bu fazilat emas deb qaragan kishilar bu erishilma aql bak haddidan ziyoda ortiq bo'lib ketgan vaqtida bu aql sahibi hilmikar, makkar, tulka bo'lib qoladi. Shuning uchun bu holatni biz ayiblik, bunday aqldor odamni biz zirkishlik, malomatlik, tanqidlik odam deb qaraymiz. Haqiqatan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Abu Musa al-Ashari radhiyallohu anhuni ayni vaqtida ziyatni valiylikdan ilovat deb buyruq tushirgan. Abu Musa al-Ashari Abdullah ibn Qays nomi bilan mashhur ulug' buyuk sahoba. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kishini ayni vaqtida mush Yaman, mush diyorlarga vali qilib avatgan. Hazrat Umarning zamoniga kelgan vaqtida Kufa bilan Basraga bu kishini vali qilgan. O'z davridagi mushu Hazrat Muaviya bilan Ali radhiyallohu anhuning orasidagi to'qinishdi bor adam. Hijriya 45-yil o'lib ketgan. Nayati ko'p tuhf qo'shgan büyük hem siyasi hem büyük muhaddis. Hem de büyük muhaddis deyishimizda bu kishiniki 360 tane hadisi rivayet qilingan, qoldirib ketgan. Nurg'un tabi'illar, masalan, sahabalar bu kishi o'qiganda. Hem de Ziyad bo'lsa, Ziyad ayni vaqtidagi mushu Xurasan, Kufa mushtarabliniki cho'ng katta valisi. Mush arablarda o'tgan 4 katta dahi bor. Bu yerga dahi aqlliq, 4 aqlliq kishi borda, danishmand. Mushu 4 danishmandniki biri hisoblandi bu kishi. O'ziniki
Siyasetdeki nayet ötkürlüki, akıllılıqı, şundaq jasareti bilen meşhur sahabalarniki biri. Hem de Ziyad depdi, bunu valilikte elip etkenliğinizi Ömer ibn Hattab raziyallahu anhu depdi de. Padişah hazretleri yak Emirul Mu'minin hazretleri menden bir bize sezip kaldımı, yak hıyanet tüpeldin elip etlimi, yaki başka menden bir sezip kalgan başka bir tarafları var mı? Mesela açıqları kep kalgan okşaş, yaki men işini joyida qilolmagandek bir avvalli bormi deganda Hazrat Ömer ibn Hattab raziyallahu anhu javob berib, yo'qsun. Ularning hech qaysi yo'q. Sizde ya hıyanet ya başka avval yok. Lekin emde benim en sirginim muş kişilerini sizinki muş aklınızın ziyade ötkörlükke kişilerini bazı bir işleri mecburlap koyduğun, kıstap koyduğun avval bop kalmasın dep şunundan en sirdim dep cevap bergen. Muşu kıssa, muşu hikayeye qarab durup bir kısım ulamalar ziyade erişilme akıl ayıp noksan dep qaragan. Şoňlaşqa Hazreti Ömer raziyallahu anhu'dan bayan kılıngan bir vaqalikda qadimda aqlni bek ishiltish jasadga ziyonliq degan bo'lsa, bir qism donishmandlar bu aql degan seni bir to'g'ri yo'lga yetaklaydigidek aqling bo'lsa yetarlik sana. Hatto ba'zi fasohat ahli shunaq deydi. Teshib ketgan yoki yo'ldan chiqarayotgan ko'p ne'matdan yoki ko'p narsadan yetarlik oz narsa yaxshi deydi. Demak, mana bu qarashdagilar erishilma, egallanma aqliga nisbatan ilib yetgan vaqtida normal bo'lgan yaxshi deydi. Bek chekidan eshib ketsa, bu odamda tulki mijoz, makkor, saxtipaz, manda bo'lib qoladi. Hatta bu kişinin ait kibirge başlap barılgan ziyankar bulap kaldı dedi. Bu toğruluk bizim zamanımızın belki nurgun misallar boluşu mumkin. Ama bir kısım danışmanlar, ulamalar depdi ki İmam Mavardi'mi ma qarashni yaqlagan boluşu mumkin. Şoňlaşqa mana muşu iki xil qarashning to'g'risi muşu depdi de. Erişilme aql qanchaki ziyada bolsa, olsa, artsa bu fazilat. Çünkü bu yerdeki muktesep erişildigan narsaningki chek-chegarasi yo'q. Bu cheksizlik ega narsa bu. Bu yerdeki erişilmekçi bo'lgan aqlning doirasi bu cheksiz narsa. Amaliyotda bu fazilatni ayıplik yoki ayıplik emas deb baho bergan vaqtida cheklik doiradagi fazilatlar doiradan eshib ketgan vaqtida buni ayıplik nuqson deb arsak bo'ladi. Bu chekdan eshib ketgandan keyin buni fazilat deb atag'ili bo'lmaydi. Masalan, shijoatni olib kelsak, bu shijoatmi chekidan eshib ketgan vaqtida buni talvilik deymiz. Shijoat chekidan eshib ketgan vaqtida bu talvilik deb, ya'ni bu chekdan eshib ketgan holat bo'ldi-da. Sexiliqmi masalan, sexilik chekidan eshib ketgan vaqtida buni isrofxo deymiz. Lekin erishilma aqlning avvalga qarasak, bu bunday bo'lmaydi. Buni fazilat emas degili bo'lmaydi oshgan siri. Chunki bu erishilma aql oshgan siri bir ishlarni bildigan bilish doirasi eshitmaydigan gap. Bu odamniki taxmini, gumon, ko'z qarash, fikrlari to'g'ri qarashlar bu yerda yetildigan gap. Uningdan boshqa bo'lmaydigan narsalarniki bunda bo'lish doirasini bilish, imkon doirasini bilib yetadigan gap. Mana bu nuqsonlik emas, undaqda bu fazilat deb qaragan. Bu qarashni İmam Mavardi bu kuchlandigan bo'lish kerak. Şoňlaşqa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bayonida Janob Rasululloh shundoq deydi, kishilarning eng afzal kimi deganda aql odam deb javob bergan. Hatto yana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki yana bir so'zda aql ulpatlik va yiqishliq bir narsa yoki yiqishliq bir tuyg'u, mijoz deb bundoq deganda. Chunki aqlliq odamga har qanday odam omroq bo'ladi. Chunki u yiqishliq, tabiatini aytib yo'rib turadigan. Hatto Qur'oni Karimdagi qul kullun ya'malu ala shakilati degan oyatni bir qism ulamalar tafsirlagan vaqtida har qanday odam o'zining aqli miqdori bo'yicha amal qiladi deb bundoq tafsirlagan. Qosim ibn Muhammad bu kishi Madinadagi o'z zamonidagi donglik ishonchli faqihlarniki biri. Madinadagi 7 faqihning birisi mush kishi Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhu'niki nevrisi bo'ldi. O'zi nihayat donglik tabiinlarniki biri 108-yil o'lib ketgan. Oxirgi hayotida ko'zi ama bo'lib qolgan odam. Mush kishi shundoq dedi. Arablarniki bu mashhur so'zni bayon qilib shundoq deganda, arablarning vaqtida bundoq dedi. Hamda aqli bo'lmagan odam yaxshilik xislatlari bu odamga g'olib keladi. Yoki bu odamning vafoti, halaki shu g'olib kelgan, ya ustun kelgan yaxshilik ustida bo'ldi
deb shundoq deydi. Bunda degani nima degan vaqtida, masalan, aqlliq bo'lmagan vaqtida yoki aqlni ishlatmagan vaqtida, o'zi masalan taqvodor olim bir kishida o'zida yo'q bir yaxshilikni boshqalardan ko'rgan vaqtida o'zini yo'qitib qo'ydigan. Manda avvallar bo'lib qoladi. Masalan, boylarniki saxiylikni ko'rgan vaqtida, masalan, bir kambag'al ahli ilm olimni o'ylab qolsa, "Voy" deb o'ziniki mijozini, tabiatini yo'qitib qo'ydigan avvallar bo'ladi-da. Ya'ni yaxshilik g'olib kelayotgan bo'lavatdi-da bu yerda. Yoki masalan bir ota-onasi yo'q o'lib ketgan bir odamda o'zining boshqalarning ota-onasi yaxshilik qilayotganligini ko'rgan vaqtida buningdan o'zini tutulanmaydigan g'olib kelganda avvalo bo'ldi. Demak, aqli odam qanday qildi degan vaqtida hamma vaqt, hamma avval, hamma paytga qarab, qaysi fursatda, qaysi zamonda, qaysi ishni qilsam bo'ldi deb har ishninki miqdorini, haqqini o'z paytida berib mang'alaydi. Shunlashqa hikmat durdonlarda deyilishicha, har qanday narsa ko'payib ketsa, arzon bo'ladi-da, lekin aql undoq emas. Aql ko'paygan sari buning qimmati texmi oshadi. Shunlashqa bir qism fasihlar deydiki, aqldor odam o'zining aqli orqali davomli to'g'ri yo'lda o'zini yetaklab mang'alaydi. O'zining to'g'ri fikrlar orqali o'zini texim betib mang'alaydi. Uning so'zi nihoyat to'g'ri bo'ladi, uning qilgan qiliqlari söyümlük buludu. Ama cahil nadan kelsak, o'zining nodonligidan davomli odishib turdi. Havoya havisi bilan davomli bu odam uchib yuradi-da. Buning so'zi bir xil yiqimsiz, qilgan qilqi bir xil noto'g'rida davomli. Ishlarniki yomon bahosiga erishib qoldigan. Shunlashqa Ibn Lankak degan odam o'zining dadisiga mundaq bir she'r deklamasiya qilgan. Bu İbrahim ibn Lankak degan kishi bo'ldi. Abbosiylarniki Basrda o'tgan donliq shoiri. O'z davridagi shu arab adabiyoti, arab she'riyatidagi nati yutuk shoirlarning biri deb sanalgan. Bu odam shunday deganda, "Man lam yakun aktharuhu aqluhu ahlakahu aktharu ma fi." Bir odamningki eng ko'p xislati aqli bo'lmagan ahvolida bu odamdagi shu xislat eng ko'p bo'lgan xislat bu odamni vayron qiladi deydi. Aql ko'p bo'lmagan vaqtida bu odamning aqldan boshqa xislatlari bu odamni vayron qiladi, buzitadi yo yo'qotadi. Masalan, yoki aqlga qarta u odamniki g'azab ortiq ekan, g'azabningki qurboni bo'lib ketadi. Yoki bo'lmasa bexillik taraf kuchikkan aqli qarg'a vaqt. Bexillik vayron qiladigan odamlar bo'lib. Aqldan havoyaviz ko'proq odamlar bor ekan. Bu vaqtda havoyaviz vayron qiladigan ishlar bo'lib qoldi. Demak, ma'vo qarashdagi kishilar ham aqlniki ko'p bo'lgani ziyonliq emas deb qarabdi. Vallohu a'lam. Eng muhimi ikkilisi normal bo'lgani yaxshi deb o'ylayman bu yerda. Aqlimiz ziyoda bo'lsa, lekin ilm-fikr, saxtipazlik ma tarafga ilib bormaydigan darajada yaxshilikqa xizmat qiladigan bo'lsa, bu yaxshi deb o'ylashdi kishilar. Sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.